عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يرده صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي. Salmon Farsi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: Alloh hayoli va karamli zotdir. Kishi unga ikki qo'lini ko'tarsa, ularni bo'sh qaytarishdan hayo qiladi, dedilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilganlar.